O'rtoqlar, Uchtepaga kelganmiz. O'rgizor rezidensiya hamma bilsa kerak. Sakoki ko'chada 16 qavatli Novostroyka binoni 14-qavatida kirib yashashlik uchun tayyor, sifatli remont qilib qo'yilgan xonadon. O'rtoqlar, 2 xona, kvadraturasi 58 kvadrat metrga ega bo'lgan xonadon. Videoda o'tkazib yormayli, olib kirib ko'rsatamiz. Do'stlar, xonadonimizga kirganmiz. Shunaqangi prixoshka bizni hol kutib olyapti. Eng zo'rini chap qo'lda mana buni qaranglar. Sanuzel. Dushovой kabinkalarni qaranglar, muzikani eshitib, takoy maza qilib odam dush qiladi-yu. Qo'lni ko'ryapsizlarmi? Qanaqangi kattaligini, keng, o'zini tashqariga, ya'ni hovliga qaragan kattagina balkoni bor. Ko'rishlaring mumkin. Do'stlar, shunaqangi remontda, shunaqangi lokatsiyadan uy kim xohlamaydi aytinglar? Kim xohlamaydi? Oyoqdagilar to'liq parket, radiatorlar o'rnatilgan, chiroyli interyer qilib qo'yilgan. Bu tomonda esa kuxnyasi. Ayollarimiz, xotin-qizlarimiz uchun chiroyli shunaqangi kuxnya mebellarni tanlab qo'yishgan, tashqariga qaragan oynalari, gaz plitalari va shunaqangi chiroyli katta ikkita kamerali xolodilniklargacha o'rnatib qo'yilgan. Buni yonidan yotoqxona, kattalar uchun keng, katta bo'lgan yotoqxonaga kirsak bo'ladi. Do'stlar, shunaqangi zo'r lokatsiyadan shinam xonadon kimni xohlamaydi? Albatta men xohlagan bo'lardim. Narxi keladigan bo'lsa, o'rtoqlar, narxini uyda egalari tomonidan kelishib 65500 shunaqangi remontga. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, savdolashadigan joy bor. Videoga like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.